palonchadan pora olyapti, palonchasi palondaqa qilyapti, yozib chiqamiz. Agar bir it telefon qilib, nima deyapsan? Qanaqa qatta shunaqa holatlar bo'ldiki, tekshiraylik, oldini olish kerak-ku demedi. Hammasiga bir tiyin. Chunki men bolalar ombudsmani deganda, bilasizmi, mana Germaniyada bolalar ombudsmani bor. Bitta bolaga vaksina noto'g'ri qilingani uchun qanaqa to'palinglar bo'lib ketdi-da. Bilasizmi, qanaqa to'palinglar, qanaqa ajiotaj ko'tarilib ketdi. Bizda onkologiyaga boring, nur tufayli kuygan bolalar bor. Chunki mana o'sha vrach bor, Sevara opa degan, yig'laguli aytadiki, men dozirovka, masalan, radiatsiya olmasligim uchun o'zimni ma'lum bir ishlaydigan muddatim bo'lsa, kasal ko'pligidan, mutaxassis yo'qligidan men keragidan ortiq ishlanib, mablucheniya olib bo'lganman. Men oktyabrda nur olishi kerak bo'lgan bola nimaga martda olyapti? Nimaga o'zini vaqtida olmadi degan savolimga yig'latadigan javobni qaytariladi. Ko'ryapsiz, Lenin uskoritel yo'q, mutaxassis yo'q. Bular hammasi bola huquqlarini eng qo'pol ravishda buzilishi emasmi? Bu bolalarga nisbatan jinoyat, qotillik emasmi? Agar biz o'sha hattoki aytaman, tizimimizni o'zi onkologiya deymanda, ustoz, katta o'simtada, o'sha tizimda o'zidagi o'simtalarni tozalab olib tashlamasak, qolgan sohalarda davolab bo'lmaydi. Mana juda yana bir xafa bo'ladigan joyimki, vinkristin teva degan o'sha kimiyada yaxshi natijalar beradi va bolaga zarari nisbatan kamroq. Nimaga biz vinkristin tevani olib kirmasdan Rossiya yoki Hindistonda sifati ancha pastroq dorilarni bolalarga olib kiryapmiz. Men u dorilarni ham sifatini past demayman, lekin bolaga nisbatan zararsizroq vinkristin teva bo'lsa, nimaga biz uni sotib olmaymizda? O'sha pastroq bolaga, ya'ni bolani yarim metr sakratadigan kimyalar bilan bolani muddatidan oldinroq o'ldiryapmiz. Onalar indamayotganligi uchunmi? Ba'zan onalardan xafa bo'lib ketaman-da, ustoz. Ya'ni shunday qo'llarida nima bilan yozib olgan o'sha mana bilan dalillar bilan kelishadi-da, yuringlar birga Gen prokuraturaga boraylik desam, mayli opa qo'yavering, bari bolam o'shani qo'lida-da deydi. Bar qatga boraman deydi. Rostdan ham qatga boradi. Nima qiladi, kimga gapiradi dodini? Endi bizda javobgarlik masalasini sal shu holatlarga kuchaytirib, ya'ni qonunga, o'sha jinoyat kodekslarga menimcha qat'iyroq javobgarlik masalalarini qo'yib, bir nechtasini haqiqatan javobgar qilsa, menimcha keyin tizimlansa kerak. To'g'ri, bolalar onkogematologiyasida ochiq poraxo'rlik. Ochiqman, men endi buni to'g'ri tushunaman deb nima qila olmayman, chunki mana hozir aytishlarim mumkin, to'g'ri-da, vrachlarda oyligi ozku deysiz. To'g'ri, hamma narsaga o'sha notenglik, domla aytgandaqa vazirda oyligi nima sababdan 130 million, 150 million, 400 millionlik oyliklar bor-da, 500 millionlik oyliklar bor-u. Nimaga onkolog arzimagan oylikda oladi-da va o'g'irlik, nimalik qilishga majbur bo'lyapti. Lekin bu ikkala oylik o'rtasidagi tafovutni qurboni bolalar bo'lyapti. Farg'onada sobiq mahbuslar uyi bor. Mahbuslar uyi ham demayman, podrastkovoy internat bo'lganda, yopiq tipdagi. Hozir o'sha yerda onkologiya markazi qilishganda, bolalar onkologiyasi 4-etajda ekan, 4-etajga chiqdim. Lift yo'q, lift binodan ajrab yotibdi. Keyin qurilgan, yopishtirilgan lift, o'tdan ham o'g'irlik qilishib, ish qilib, lift ajrab yotibdi. 4-etajga chiqyapman, 2-etajdan reanimatsiyadagi bolani 4-etajga olib chiqishyapti-da. Bilasizmi, nasilkada mamunda ko'tarib olib chiqishdi bolani. Bitta qo'lida dori, otasini qo'lida dori, vrachlar yo'q edi. Ya'ni lift yo'q. Lift yo'q.
4 etajga chiqib, 4 etajda o'zida 100 ta kasal yotadigan joyga 80 ta kasal yotadigan joyga 4 ta отделениyani joylashtirishibdi. Bitta bolalar onkologiyasi bo'limi ham bor, yuz jarrohligi bo'limi ham bor, ko'krak jarrohligi ham bor, yana boshqa jarrohlik ham. Eng yomoni nima bilasizmi? Menga vrach o'sha bo'limni boshlig'i yig'lagudek bo'lib aytdiki, "Opa" dedi, "700 ta aktiv fazadagi bemorim bor" dedi. 20 ta ko'ykam bor dedi. 20 ta ko'yka, 700 ta aktiv fazadagi bemorga 20 ta ko'ykam bor. Men bugun operatsiya qilsam, ertasi kuni chiqarib yuboryapman bolam, majbur bo'lyapman, chunki bitta ko'ykani ustida janjal, urush deyapti, chunki u bolani ham hayotini saqlab qolishim kerak deyapti. Endi reabilitatsiya masalasi undan ham og'riqli masala. Mana biz bir nechta joyga yozib aytdikki,